Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio va Avam Palata a'zosi August Pifloger Uyg'urlarga munosabatli yana bir yangi qonun loyihasini tonishtirdi. 15 dekabr kuni e'lon qilingan bu qonun loyihasiga Uyg'ur kishilik huquqi munosabatli jazolarni tekshirish qonuni deb nom berilgan. Kengash Palata a'zosi Marko Rubioning ishxonasidan e'lon qilingan bayonotdan qaraganda, bu qonun loyihasi orqali Xitoy hukumatining boshqarishida harakat qilgan va Uyg'ur qirg'inchiligida rol olgan Dahua, TND qatorli Xitoy texnik shirkatlariga jazo tadbiri qo'yilgan bo'ladi ekan. Bu yil iyun oyida tadqiqot shirkati xalqaroga oshkorlanib ketgan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi sonliq ma'lumotlarni tadqiq qilish asosida Hekvision shirkati kameralarining tartgan ko'rinishlarining ba'zi Uyg'urlarning qo'lga elinishiga sabab bo'lganligini isbotlab, ma'lum bir Uyg'ur erning chet elga bog'langan deb tutilib ketishiga sabab bo'lgan kameraning nomerini aniqlab chiqqan ekan. Kengash Palata a'zosi Marko Rubioning ishxonasidan chiqarilgan bu qonun loyihasi haqidagi bayonotda Xitoy Kompartiyasi boshqarishidagi fan-texnik shirkatlari atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni texnik bilan ta'minlaganligini, bu qonun orqali Amerika Moliya ministrligining darhol bu shirkatlarga jazo tadbir chiqarishini talab qilganligini bildirib, Bayden hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qatnashgan shirkatlarga darhol tadbir qo'llanishga chaqirgan. Avam Palata a'zosi August Pifloger Xitoy Kompartiyasining har turli bostirishlarga yordam qilayotgan bundaq texnik shirkatlari jazosiz qolmasligi kerak deb eskartgan. Amerika hukumati Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilayotgan bir vaqtda, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partikomning muavin sekretari Jang Junlin Xotanda Junxua millati engini texnik kuchaytirish va atalmish Xinjiangda islomni xitoylashtirishni olg'a surishni talab qilgan. Xitoy taratqullarining xabarlarida ma'lum bo'lishicha, qo'shimcha atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik tashviqot bo'limining boshliqlik vazifasini o'rindayotgan Jang Chunlin 15 va 16 dekabr kunlari Xotanning Keriya nahiyasi tekshirishda bo'lgan yerlik doiralarga yuqorqi yo'l yo'riqni bergan. 24 noyabr Urumchi o't apati Xitoyning yuqum siyosatiga qarshi keng ko'lamli norozilikni keltirib chiqargandan keyin Jang Chunlin Xotandagi qamalga qarshi norozilikni kontrol qilishga mas'ul bo'lgan. Chet eldagi Sharq Turkiston vaziyatidan xabardor kishilar Jang Chunlinning Keriyada qilgan so'zi Xitoy Kompartiyasining 20-qurultaydan keyin uning rayonda yurgizdigan siyosatidan derak berdiganligini bildirmoqda. Atalmish Xinjiang gezitining xabarida ma'lum bo'lishicha, Jang Chunlin bu safarda kishilik huquq tashkilotlari tomonidan majburiy emgak bazasi deb qaralayotgan Keriyadagi Tianjin sanoat bog'chisini va u yerdagi to'liqsiz o'rta maktabni, shundaqla Shanba bozorining Tuvan Saybog' kentini ko'zdan kechirib, sanoat bog'chisining ishlab chiqarish ahvoli, o'rta boshlang'ich maktablarning o'qitish va yezi kentlarning diniy boshqarish xizmatini tekshirib, Uyg'urlarni qattiq kontrol qilish va bekor qo'ymaslik, har xil o'rganishlarga o'rinlashtirish qatorli Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan har xil saxt siyosatlarini davomlashtirishni talab qilgan. Xitoy doiralar qurgan chet eldagi saqchi punktlari har qaysi davlatlarning andisini qo'zg'amoqda. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Italiyaning ichki ishlar ministri 19 dekabr kunidagi ziyoratida Italiyaning Xitoy saqchilari va amaldorlarining Italiya ziminida chorlashiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. İspaniyada turishliq kishilik huquq tashkiloti bo'lgan qo'g'dug'uchilar Xitoy chet elda atalmish saqchi mulozimat punktidan 102 ni qurganligini, buning 11i Italiyada ekanligini, Italiyadagi mulozimat punkti 2015-yildagi ikki tarafli kelishimni asos qilib, Xitoy saqchilarining Italiya saqchilari bilan Rim, Milan, Naples va Xitoylar ko'p o'ltiraqlashgan shaharlarda birlashma chorlashga yo'l qo'yganligi. Ammo Xitoy bu mulozimat punktidan foydalanib, bir qism Xitoy ko'chmanlarga va kishilik huquqdagi o'qituvchilarga besim ishiltib, Xitoyga qaytib jinoiy javobgarlik tortilishini talab qilganligini, bu xil qilmishning qonunsiz ekanligini bildirib, bu hamkorlik shakllari boshqa shakllarda yo'l qo'yilmaydiganligini yoki ko'paytirilmaydiganligini, Xitoy bilan birlikda chorlash kelishimining Italiyada hech qanday mulozimat punkti qurish bilan munosabati yo'qligini, shundaqla birlashma chorlashning 2016-yildan 2019-yilgacha 3 yil davom qilganligini, keyin Xitoy virus yuqumi sababli to'xtatilganligini ta'kidlagan. Növbətdə Kanada, Amerika və Germaniyanın öz işiga alğan nurgun dövlətlər Xitayning saqchi punkti to'g'risida tekshirishni boshlagan. Gollandiya, Irlandiya və Chexdagi saqchi punkti taqib etilgan. Türkiye İstatistika İdarəsi Türkiye'nin 2021-yillik nüfusuga munosabatli sonliq ma'lumotlarni e'lon qilib, Türkiye'nin umumiy nüfusuning 84 milyon 680 ming 273 ga yetganligini, bunun içinde erler nüfusunun 42 milyon 428 ming ve ayollar nüfusunun 42 milyon 252 ming 172 kişi ekanligini uqtirgan.
2021 yil tug'ilgan o'g'il buvoqlar ichida Yusuf, qizlar ichida Zeynep ismi eng ko'p salmoqni egallagan ekan. Shundaqla Turkiyadagi oilalarning 60,7% o'z uylarida turdi ekan.